Aka, keyin bittada xursand qilmoqchimiz. Aynan mana shu firmadan, Jahon Motorsdan bitta Depal C08 bilan bitta dona buket gul bering. Keyin shunaqangi xursand bo'ladilar, aka. Mana menga shunaqa Allohim zo'r, eng zo'r xo'jayin bergan ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimga sog' salomat bo'lsinlar. Hammani ham shunaqa bo'lishini xohlayman. Bu bitta men emas, menimcha hamma ayollar shunaqa xursand bo'lsa kerak, shunaqa sovg'adan. Xo'jayinlarimiz boriga shukr. Allohim har doim yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Hamma klientlarning oldida yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Topgan tutganingizdan barakasini bersin. Allohim ish qilib mana shu biznesingizlar hammasi hammaga rohat, bayram anaqa olib kiryapsizlar. O'zingizga shu bayram, shu yaxshilik hammasi ming baravar bo'lib qaytsin Allohim. Ishingizlar barakasini bersin. Amin. Aytganingiz kerak. O'zim hayajonlanib ketdim. Keyin emotsiyalarni ko'rib, to'g'risi aka. Video yoqqan bo'lsa like bosing, videoni eng yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Iloyim o'zbek oilasi doim tinch bo'lsin, doim mana shunaqa inoq bo'lsin, doim kimdir ayoliga, xo'jayiniga mashina hadya qilish nasib qilsin. Yaxshi kunda Jahon Motors xizmatda. Sog' bo'linglar, videoni eng yaqinlarga yuborib qo'yamiz.